Odamni belgisi tili uyatsiz bo'ladi deganda. Birovni buvi, og'zi, basharasi, onasi qomasdan so'kinayotgan akalar shu yerda o'tirgan bo'lsangiz. Aka o'zingiz uchun bilib oling, munofiqlikdan sizda belgi bor. So'kinayotgan, so'kinmang. Xotiningizni bo'lsa ham so'kmang, bolangizni ham so'kmang, birovni ham so'kmang. Basharasi qolmayapti, og'zi qolmayapti, qulog'i qolmayapti, buvisi qolmayapti, onasi qolmayapti, inasi qolmayapti, avlodi qolmayapti. So'kinmang. Yolg'on gapirmang, aldamang. Musulmonmisiz? Iymoningiz bormi? Nimaga yolg'on gapirasiz? Nimaga unda uyatsiz anekdotlarda aytamiz? Kim biz? Shakarob bizmi biz? Shakarobni ichida hamma yo'q bo'ladi. Piyoz ham bo'ladi, bodring ham bo'ladi, pomidor ham bo'ladi, solaver hamma yo'q deydi. Aralashtir, yever endi buni deydi. Musulmon ular bo'lmaydi musulmon. Telefonda qora aka ham bor, hoji aka ham bor, Madonna ham bor, uyatsiz ham bor, liboy bor. Instagramda qarasangiz diniy nimalarga ham a'zo bo'lgan, ko'rsangiz kunda 150 tasini tayyorlab oladigan fohishaga ham a'zo bo'lgan. Kim bu?